Всем здравствуйте, hammaga assalomu alaykum. Demak, siz bilan bugungi mavzuyimizni boshlaymiz. Demak, o'tgan videolarimizda существительный o'tdik, прилагательный o'tdik. Endi bugun siz bilan ko'p chiqadigan keyingi самостоятельный часть rечimiz, ya'ni keyingi mustaqil so'z turkumimiz bu albatta имя числительное. Demak, имя числительное siz bilan ko'p chiqamiz, ya'ni ona tilini solishtiradigan bo'lsak, bu son so'z turkumiga to'g'ri keladi. Имя числительное bu son so'z turkumi. Keyin birinchi o'rinda siz bilan qiladigan ishimiz, birinchi ta'rif berib olishimiz kerak. Ya'ni an'anamizga ko'ra bu самостоятельныйmi, служебныйmi yoki междометием. Chunki juda yaxshi bilasiz, har qanday часть речи biz 3 turga bo'linadi va aynan qaysi biriga kirishini ajratib olishimiz kerak. Имя числительное demak son so'z turkumi bizda самостоятельная часть rечи hisoblanadi. Demak, ya'ni demoqchi bo'lganim, самостоятельная часть rечи tarjima qiladigan bo'lsak, mustaqil so'z turkumi hisoblanadi. Mustaqil so'z turkumi. Endi boshlaymiz. Demak, siz aytganingizda biz an'anamizga ko'ra, agar siz самостоятельная часть rечи deb ishlatib qo'ysangiz, ya'ni mustaqil deb aytadigan bo'lsangiz, avtomatik 4 ta narsa aytishingiz shart. Har qanday самостоятельный deb aytilgan qismda biz aynan mana shu 4 ta ma'lumotdan boshlashimiz shart. Demak, aynan nimada? Самостоятельная часть rечи, ya'ni mustaqil so'z turkumi deganimizda biz demak birinchidan boshlaymiz. Обозначает. Ikkinchi aytishimiz kerak bo'lgan narsa bu albatta вопросы. Uchinchi aytadigan narsamiz bu член предложения. Va to'rtinchi aytadigan narsamiz bu признаки. Demak, har qanday mustaqil so'z turkumi nimanidir обозначать qiladi, ya'ni nimanidir bildiradi. Qandaydir so'roqlarga javob beradi, ya'ni har qanday mustaqil so'z turkumi o'zining so'roqlari mavjud va har qanday so'z turkumi mustaqil so'z turkumi gap bo'laklariga mavjud, ya'ni qandaydir gap bo'lagi vazifasida keladi va har qanday mustaqil so'z turkumining belgilari mavjud. Demak, bizning vazifamiz endi ko'rib chiqamiz, ya'ni числительныйda nimalarni o'rganishimiz kerak ekan. Chunki siz juda yaxshi bilasiz, birinchi o'rinda sizga baza beramiz, ya'ni umumiy ma'lumot beramiz va o'sha yerdagi hamma ma'lumotni alohida mavzular sifatida ko'rib chiqamiz. Birinchidan boshlaymiz. Demak, самостоятельная часть речи имя числительное обозначает bildiradi nimani? Demak, числительное обозначает bildiradi ikkita narsani. Birinchisi количество предмета, а второе порядок предмета. Demak, diqqatni eshitamiz. Bizda son so'z turkumi tansamlar ekan. Количество предмета va порядок предмета. Количество предмета demak, diqqatni eshitasiz. E'tibor beramiz. Предмета deganda bu yerda предметning deb aytasiz. Предметning количествоsi, ya'ni предметning miqdori. Предметning miqdori va предметning порядок, ya'ni tartibi. Keyin tushunib olamiz. Предметning miqdori nima degani, предметning tartibi nima degani. Masalan, oladigan bo'lsangiz, mana bu qo'limda turgan marker deydigan bo'lsam, markerlar miqdori qo'limda 2 ta. Tushunsa, buni diqqat eshitasiz, количество, ya'ni miqdor degan paytda siz nechtaligini aytishingiz kerak. Masalan, markerlar qo'limda 2 ta. Aytaman, mana 2. 2 ta, 100 ta deydigan bo'lsangiz, buni diqqat eshitasiz, siz bilan bu hammasi miqdorni bildiradi. Endi unda tartibi nima deydigan bo'lsak, masalan, qarang, qo'limda 2 ta marker bor. Birinchi marker, ikkinchi marker. Birinchi markerni oldim deydigan bo'lsam, mana shu hozir tartibni bildiryapti. Ya'ni, yoki masalan 2 bu 2 ta miqdorni bildirsa, второй deb men miqdorni aytaman. Shuning misol aytadigan bo'lsam, qarang, hozir kanalimizda 40 ta video bor, 40 ta video bor. Hozirgisi bo'ladi 40-chisi. Tushunsa, 40 ta degani bu miqdorni bildiryapti. 40-chi video deydigan bo'lsa, bu endi порядок, ya'ni tartibni bildiryapti. O'sha tushundingiz? Demak, количество, ya'ni miqdor ona tilida tarjimamizda ta'ni beradi. Порядок esa, ya'ni tartib ona tilidagi tarjimada inchini beradi. Bir
bitta, masalan aytib berasiz, bitta deydigan bo'lsam bu количество, agar birinchi deydigan bo'lsam bu порядок ketadi. Demak, tushundingiz. Demak, yana shuni biz anglashimiz kerak. Predmetning degan narsaga e'tibor berasiz. Predmet, demak qarang, sizda aytilgan edi, bizda predmetni bildirgan so'z bu существительный. Ha, demak tushunib oling. Существительныйning tartibi существительныйning miqdori. Tushundingiz? Ya'ni ot bilan bog'lanib, otning tartibini bildiradi, otning miqdorini bildiradi. Tushundingiz? Keyin o'tamiz. Vопросы, so'roqlari deydigan bo'lsak, ikkita so'roq mavjud ekan. Bular qaysi? Birinchi so'roq albatta bu сколько. Ikkinchi so'rog'imiz esa bu который. Albatta которыйni xoslangan shakli, ya'ni rod o'zgargan shakli которая, которое или которые. Demak, birinchi сколько o'tadigan bo'lsak, сколько tarjima qiladigan bo'lsak, nechta? Который esa mana shu holatda, ya'ni son mavzusida который tarjima qilamiz nechanchi. Nechanchi. Agar прилагательный bo'lganda qaysi, qanday ketaveradi. Tushundingizmi? Demak, diqqat berishimiz, bizda sonda ikkita so'roq bor, сколько va который. Keyingisi член предложения gap bo'lagi vazifasida keladigan bo'lsa. Gap bo'lagi vazifasida, ya'ni член предложения deydigan bo'lsa, числительni juda ham ehtiyot qilib bo'lamiz. Juda ham ehtiyot qilib ishlashimiz kerak. Buni sintaksida yana ham chuqurlashtirib o'tib ketamiz. Xudo xolasa sintaksisda. Demak, diqqat berishimiz, член предложения bizda masalan существительный bilan bog'lanib kelganda o'sha существительный bitta qolib ketadigan holatlarimiz bor. Bularni sintaksda ko'rib chiqamiz, alohida videomiz bor. Demak, член предложения gap bo'lagi числительныйda nimalar kutadi bizda? Числительный bizda bo'lib kelishi mumkin подлежащий. Bizda bo'lib kelishi mumkin сказуемые. Bo'lib kelishi mumkin дополнение. Va albatta bo'lib kelishi mumkin определение. Demak, bizdagi son yo ega vazifasida kelishi mumkin, kesim vazifasida kelishi mumkin, to'ldiruvchi vazifasida kelishi mumkin yoki aniqlovchi vazifasida kelishi mumkin ekan. Demak, tushundingiz. Keyin o'tamiz. Признaki, belgilar deydigan bo'lsa, demak, bizda belgilarimiz, bizda числительныйda qanaqa mavzular ko'ramiz, qanaqa belgilar ko'rib chiqar ekanmiz. Birinchi qilgan ishimiz albatta miqdorga ishlaymiz. Demak, songa ta'rif berganmiz, ya'ni sonda o'zi jami nechta belgi? Misol uchun, существительныйda 7 ta belgi, прилагательныйda 6 ta belgi va имя числительныйda 5 ta belgi mavjud. Siz juda yaxshi bilasiz, nechta belgi bo'lsa, shuncha ta'rif aytishingiz shart. Misol uchun, siz hozirga sanab o'tirib, hozirga eslatib o'tdik. Существительныйda 7 ta belgi, bu degani har qanday predmetga 7 ta ta'rif aytishingiz shart. Прилагательныйda 6 ta belgi, bu degani har qanday прилагатель, har qanday sifatga 6 ta ta'rif aytishingiz shart. Va mana sizda keyingisi har qanday числительныйga 5 ta ta'rif aytishingiz shart ekan. Demak, albatta juda yaxshi bilamiz, приznaки bizda 2 ga bo'linadi. Постоянные признаки va ikkinchi holat непостоянные признаки. Постоянные признаки va непостоянные. Demak, постоянные deydigan bo'lsak, bu doimiy belgi. Непостоянные deydigan bo'lsak, doimiy bo'lmagan belgi. Demak, doimiy bo'lgan belgi mavjud va doimiy bo'lmagan belgimiz mavjud. Doimiy belgilarimiz bular nechta deydigan bo'lsa, ya'ni mana bu 5 raqamni 2 ga bo'lib olamiz. Doimiy belgilarimiz bizda rus tilimizda числительныйda 2 ta, doimiy bo'lmagan belgi esa bizda rus tilimizda, ya'ni числительныйda 3 ta ekan. Demak, doimiy belgi 2 ta, непостоянный признак esa bizda 3 ta. Endi ko'rib chiqamiz, bular qaysi ekan. Albatta, постоянный признакda bizda birinchi boshlaydigan narsamiz bu razryad. Ya'ni qaysi turga kirishi. No, albatta bizdagi числительный ikkita turga bo'linadi. Bu demak bizda ketadi количественный va ikkinchisi порядковые. Demak, yo количественный bo'lib keladi yoki порядковый. Bu birinchi doimiy belgimiz. Ikkinchi, demak, buni belgilab qo'yaman. Demak, birinchi belgimiz razryad. Ikkinchi постоянный признак esa bu bizda forma, ya'ni shakl. Demak, sonlarda siz shakl jihatdan ham ta'rif aytishingiz shart va shakl bizda
постоянный, ya'ni doimiy belgi hisoblanar ekan. Ну, shaklga ko'ra bizdagi числительныйlarimiz, demak olga ikkita raqam yozib qo'yaman. Sonlarimiz demak shaklga ko'ra 3 ga bo'linadi, ya'ni простая форма, сложная форма и составная форма. Demak, простая, сложная, составная. Keyin o'tamiz непостоянные признаки. Непостоянный признак bu demak bizda 3 ta ekan. Xo'p, qaysi deydigan bo'lsak, albatta birinchidan boshlaymiz. Bu bizda 1 rod, 2 число va 3 падеж. Demak, rod, число, падеж. Demak, biz qilgan ishimiz har qanday songa siz mana shu 5 ta taraf aytishingiz shart ekan. Ya'ni bular demak разряд, форма постоянный va непостоянный rod, число, падеж. Tushundingiz? Keyin bitta misol olamiz. Masalan, qarang, 5-chi degan raqamni olaman. 5-chi. Demak, 5-chi biz rus tilimizda deyiladi пятый. Mana e'tibor berasiz, пятый. Mana shu 5-chi raqami, demak siz aytyapti, har qanday songa 5 ta taraf aytishingiz shart. Birinchidan boshlaymiz. Demak, bu sizda разряд, ya'ni qaysi turiga kirishi. Bizda sonlar yo количественный bo'ladi yoki порядковый bo'lar ekan. Пятый bizda порядковый. Keyingisi formaga o'tadigan bo'lsak, demak ikkinchi aytadigan taraf bu albatta formamiz nechaga bo'linar ekan? 3 ta. Demak, пятый bizda formasiga ko'ra простая hisoblanadi. Непостоянный o'tamiz, rodga e'tibor berasiz. Пятый с окончанием на y, demak окончание y bilan tugallangan, albatta bu sizda bo'ladi мужской род. Числоsi ketadi единственное число va падеж bizda bo'ladi imenительный падеж. Demak, hurmatli kuzatuvchi, e'tibor berasiz, mana sizda пятый, 5-chi degan raqam, 5-chi degan songa biz mana tarif berdik. Порядковый 1, formasi простая 2, мужской род 3, единственное число 4 va imenительный падеж 5. Demak, diqqat etasiz. Sizda ham dedim, har qanday числительныйga mana shu 5 ta tarif aytish shart. Demak, hurmatli kuzatuvchi, siz o'sha o'rganib qolgansiz, o'rganib bo'ldingiz, ya'ni ko'nikib bo'lgansiz. Bizda birinchi qilgan ishimiz, demak, mavzu bo'yicha umumiy ma'lumot beramiz va o'sha tushundingiz, keyingi videolarimiz, demak, bu числительning har bitta belgisi bo'yicha ketadi. Ya'ni qachon количественный, qachon порядковый. Formasi aynan qanaqa forma простая bo'ladi, qanaqa сложная yoki qanaqa forma составная. И albatta rod, число, падеж. Demak, bilingki, keyingi videolarimiz aynan mana shu числительning belgilari haqida ketadi. Demak, tushundingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.